جزاك خير. زكاتنا نقولنا الجوارح Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Ularning mol-mulklarida so'rovchi va muhtoj kimsalar uchun haq bordir, ya'ni zakot bordir. Bugun 2026-yil 24-may kuni Imom Buxoriy vaqfi yordamiyle G'azo shimolidagi markazlar va lagerlarda yashayotgan ko'chirilgan oilalarga yordam ko'rsatishda davom etib kelmoqdamiz. Bizga ehsonlarini yuborgan Abu Fatima nomidan $500, Gulruh nomidan $525, X kishi nomidan $200, Abdulloh Madaniy tomonidan $110 hamda 63 nomidan $110 zakot mablag'larini o'z egalariga tarqatmoqdamiz. Alloh taolo ularga baraka bersin hamda eng yaxshi ajrlar bilan mukofotlasin. ما نشكو من الألم وما نعانيه